Nur Texnogroup kompaniyasi har doimgidek bir qadam oldinda. Endilikda mana bunaqa mini kotyollarni ishlab chiqarishibdi. Bu kotyollarimiz bularga nisbatan xarajat tomonlama ham, narx tomonlama ham arzonroq, qulayroq bo'ladi va mana bu katta aqlli miya ham ichida UPS bor. Endi katyolingiz 24 soat elektr toki bilan ta'minlanib turadi. Bundan tashqari katta yangiliklar bor. Hozir Akbar akadan batafsil ma'lumotlarni bilib o'tamiz. Assalomu alaykum. Akbar aka, yaxshimisiz? Salomatingiz yaxshimi aka? Charchamasdan. Aka, bu yangiliklar bor ekan. Har doimgidek. Hop, bu Optima modellarida 2026-yildan boshlab chiqariladi. Bunga hech qanaqa bir elektr kerak emas. Ko'rsatsangiz bo'ladi. Stabilizatsiyasi, invertori, akkumulyatorlari, katyolni boshqarish xususiyati hammasi ichida bo'ladi. 210 tok bor, 220 qilib chiqarib beryapti. Hamma qulaylik o'zida. Svit o'chgan paytda ham bemalol svit ko'p o'chadigan joylar uchun asosiy ko'proq yechim bo'ladi. Bu ko'proqqa yetadi. Buni har xil suv nasosga qarab turib, misol uchun qancha rasxotiga qarab turib 10 soat, 15 soat, 20 soat, 30 soatgacha yetadiganlari bor. Hammasi narxi har xil. Bu kattasi, bunisi kichkinasi, bir-biridan ancha farqi bor kattalik hajmida. Kattasi, mana bunisi kichkinasi. Ha, albatta. Aka, to'g'ri aytdingiz, elektr toki muammo bo'ladigan joylarda katyolni ishlashda katta muammolar kelib chiqardi. Endi bu yechim. Albatta, muntazam ravishda ko'mir katyol ishlatsa, qaraqangi ko'mir katyol, necha pullik ko'mir katyol bo'lishidan qat'iy nazar svit o'tsa to'xtaydi, chunki bu motor bilan jihozlangan bo'ladi. Motor 220 ga ishlaydi, tok bo'lmagandan keyin o'chish holati juda ko'p yuzaga keladi. Shuning uchun bu originalni yechim. Hamma narsasi ichida, katyolni boshqaruv qismi ham buni ichida bo'ladi. Xohlagan gradusingizga qo'yasiz. Hamma narsasi, nastroykasi katyolda ham ichida. Svit o'chgan paytda ham endi uyingiz sovib qolmaydi yoki qanaqadir bir qo'shimcha UPS akkumulyator sotib olishga hojat yo'q. Bu faqat katyolda o'zining komplekti bo'ladi. Alohida katyollarga tushmaydi. Aynan Nurni Optima modelida mavjud bo'ladi xolos. Buni 150 kvadratga mo'ljallangani eng arzoni $1900 ga chiqadi. Shuni ham aytib o'tishimiz kerak. $1900 ga komplekt olasiz. Bundan arzonlari ham bor. Aynan mana shu 150 talik katyolimizni 9 xil narxda bor. $949 dan boshlab $1900 gacha mavjud. Bundan arzonlarida bunaqangi quti bo'lmaydi. Bundan arzonlarida boshqacha boshqaruv qism bo'lishi mumkin, lekin bularda mana asosiy Optima modellarida ichki qismi ham nержавейкаdan bo'ladi. Ko'rsatsangiz. Ko'rsating. Nam ko'mirlarni ham tiqilib qolmasligini, bemalol o'tishini ta'minlab beradi. Bunker qismida nержавейка bilan qoplangan. Bu esa nam ko'mirni sirg'anib tushishligiga yordam beradi. Albatta. Tiqilib qolmaydi, bunda muammo bo'lmaydi. Versiyasi mavjud. Optima, Magnum hamda Krasnoyarskiy degan versiyalari bor. Asosiy top 3 ta versiyasi, eng qimmat versiyalari. Bularda oyna bilan jihozlangan bo'ladi hammasida. Aynan bittagina Optimada faqat qora quti bo'ladi, xolos. Qolganlarida o'zining odatiy boshqaruv qismlari bo'ladi. Xo'p, aka, yurtdoshlarimiz kommentariyada yozishyapti. Masalan, katyolga oddiygina UPS qo'ysa ham bo'ladi-yu. Bu juda qimmat emasmi deb aytishyapti. Buni nima farqi bor? Bo'ladi. Oddiy UPS qo'ysa, misol $1200 ga yo $1300 ga yo $1500 katyol olishadi. Aynan Nur katyollarini ko'tarib turuvchi UPS invertorlar o'rtacha hisobda bir $700-800 UPS akkumulyator ko'taradi. Undan arzoni ko'tara olmaydi, tashlab yuboradi. Chunki quvvat motor qismi ancha quvvat tortadi. Shuni hisobiga kuchlanish hamda ko'mir presslanganda nagruzi tok ko'payishlar holati yuzaga kelgani uchun $700-800 dan arzon UPSlar ko'tarib olmaydi, ham qo'lbola UPSlar ham ko'tara olmaydi. Shuning uchun bu yerda ham ko'rib turganimiz originalni UPS, bu Xitoy UPSlar ko'rsatsangiz bo'ladi. Bunga o'xshash UPSlar. Ko'rsating buni ham. Bunga o'xshash UPSlar ko'tara olmaydi. Bular bitta akkumulyator uchun mo'ljallangan. Ko'ryapsiz, katta ishlaydi deb berishlar mumkin, lekin aksariyat holatda ko'tarsa ham yarim soat yo 20 minut yo 1 soat ko'tarib beradi. Hajmi katta, lekin effekti past. Effekti past bo'ladi. Xitoy UPSlarini olmaslik maslahat beramiz. Alohida olishgan bo'lsa ham, Ukraina, Rossiya, Germaniya, shunga o'xshash Polsha UPSlarini olsa, Hindiston yaxshi effekt beradi. Haqiqatdan 2,5 kilovatli olsa 2,5 kilovat tok chiqarib beradi. Original narsa yozishga 2 kilovat chiqarib bermaydi. Sifatli narsa baribir sifatli. Albatta. Xo'p, qadrdonlar, aytib o'tamiz, 2026-yildan katyollar katta motorda chiqyapti. Shuning uchun UPSingiz qancha sifatli, qancha katta bo'lsa, shuncha sizga foydasi bo'ladi. Bu esa, aka, menimcha, UPSni o'zi bilan olinsa, shu katyol bilan birgalikda olinsa, arzonroq tushadi menimcha. Chunki hisob kitobida o'z ko'ryapman, u qimmatroq.
qimmatlab ketishi mumkin. Ham uni tayyor. moslashtirish, u katolga tushadimi, qancha soatga yetadi, qanaqa akkumulyator. Bunda geliy suvsiz akkumulyatorlar bo'ladi. Hammasi originalni. Shu hisobi bilan sizga 3-4 yil bemalol xizmat qilib beradi. Xo'p, aka mana hozir aytyapsiz, mana shu UPSimiz qancha vaqtga yetadi? Hop, aynan mana shu qutida esa 10 soatdan boshlab 15 soatgacha. Shuni sinab ko'rilganmi? Mumkin, albatta, sinovdan o'tgan. Sinovdan o'tgan, ha bu. Endi bu kollektor sistemangizda nechta nasos bor, necha vatt, ularni inobatga olganda plus-minus bo'lishi mumkin, balkim undan ko'proqqa ham. Bu og'izda emas-da bu. Ya'ni chunki ichida ba'zi birlarda misol 200 amper, ba'zi birlarda 400 amperlik, ba'zi birlarda 600 amperlik suqoy akkumulyatorlar bo'ladi. Ha. Mana qadrdonlar, bu yerda boshqaruv qismlari, bu yerda mana UPS. Xo'p, aka mana bu katyolimiz, mini katyol. Buni ko'rsatadigan bo'lsak, bu nur mini katyol hisoblanadi. Ichki qismlarni ko'ryapsiz, cho'yandan bo'ladi. 25 kiloga yaqin ko'mir bemalol sig'adi. Yonib bo'lgan ko'mir pastiga kuldoniga tushadi, to'ladi. Olib tozalab tashlashlari mumkin. Bu 100 kvadratgacha bo'lgan joylar uchun bu turba emas, kitob sistemada to'lib qoladi. Ko'rsating. Bu hozir mana kitob sistema. Kitob, bu kichkina katyollar asosan turbali qilishadi, lekin to'lib qoladi, tez to'lib qoladi, rasxod ko'payib ketadi. Shuning uchun bu kitobli sistemada chiqarishga ichki qismlari ham cho'yandan. Bunga 25 kilo atrofida ko'mir solib qo'ysa, deylik, birdaniga 25 kilo emas, bo'lib yoki katta ko'mir. Faqat minusi hoka yoqmaydi, asosan katta ko'mir yoqadi. Zapravka vaqti bo'lsa tez bo'ladi. Xo'p, aka buni asosan qanaqa joylarga xarid qilgan ma'qul? Xonadonlargami? Oilalarga, kichikroq xonadonlarga, ikkita xona bo'lsa yoki 3 ta xona bo'lsa, ko'pchilik 150 kvadratlik ham qo'yishdi, 2 ta xonaga ham, 3 ta xonaga ham, lekin buni rasxodi kamaymaydi. 2 ta xonaga ham 150 ga rasxod qiladi, 3 ta xonaga ham 150 ga rasxod qiladi. Bu bo'lsa yaxshi yechim. Ichi 25 kilo olgan bilan 25 kilo agar to'ldirib qo'ygan bo'lsalar, rasxodi ko'payib ketadi. Shuning uchun 5 kilo, 10 kilo alohida solib yoqsa, iloji boricha shunga qarab rasxod qiladi. Kam rasxod. Kichkina xonadonlar uchun zo'r, lekin bitta minusi zapravka vaqti tez bo'ladi. Har 3-4 soatda bir zapravka qilib turish kerak edi bunda. Bitta zapravka qilib 1 kun, 2 kun unaqa emasda bunda. Yo'q, endi ichini to'ldirib, birdaniga to'ldirib qo'yadigan bo'lsangiz, zapravkadan ham ko'ra rasxod ko'payib ketadi. Shuning uchun oz ko'mir solsangiz, endi zapravka vaqtingizga taqalib qoladi. Aka buni materiallari qalinmi? Xo'p, bularniki ham standart shu 3li listdan bo'ladi. 3li, 4li listlar asosan cho'yanligi ham bor, mijozlar talabiga kelib chiqib. Endi mijozlar ko'pchilik savol berishadi, 3li, 4li yupqa emasmi? 5-6li yaxshi emasmi deyshadi. 5-6lida ham, 3-4lida ham listning sifati bor, markasi bor. Ya'ni 6li list bo'lishi mumkin, 6li list maksimal gradusi 1200 gradusgacha mo'ljallab chiqarilgan bo'lishi mumkin. Sifati pastroq, 6li bo'lgan bilan. 3li, 4li listlar bor, ular 3000-4000 gradusgacha chidab beradigan sifati baland list bo'lishi mumkin. Aynan bularki o'sha sifati baland gradus ko'taradigan listlardan bo'ladi. 6li bo'lgan bilan, misol uchun gradus ko'tarishda emas, yorilib ketish ana shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Shuning sababli bular sifatli listlardan tayyorlangan bo'ladi. Shu sababli bemalol olib, ancha foydalansalar bo'laveradi. Demak, buni materiallari asosan faqat shu katyollarga moslangan. Katta haroratga list bo'lmaydi, issiq. Katta haroratga bardoshli, sinovdan o'tgan. Ajoyib. Aynan bu katyolimizga to'xtaladigan bo'lsak, 150 kvadratga mo'ljallangan Optima modeli, bunda o'sha qora quti bilan ishlaydi asosan. Bu modelimizga to'xtaladigan bo'lsak, bu 200 kvadratga mo'ljallangan, boshqaruv qismi tepada bo'ladi. Bu ham Optima, lekin hozir bunga obrazesga miya qo'yib turdik. Bu ham aslida qora qutida bo'ladi. Bu Magnum model deylik. Magnum modelda mana shunaqa tepasida qutisi bo'ladi. Optimadan tashqari hamma modelda, qolgan modellarda tepada o'zining boshqaruv qismi bo'ladi. Bu boshqaruv qismi har xil holatda bo'ladi, lekin orqasida kulleri bo'ladi, sovutib turgani. Qizib ketishi mumkin, shu sababli sovutib turgani. Qizib ketmaydi. Yo'q, bular qizib ketmaydi. O'zining kulleri bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, asosan boshqaruv qismi, bu mahalliy boshqaruv qism, ya'ni bunda nimasi afzal bo'ladi? Qaysidir zapchast kuyib qoladigan bo'lsa, bemalol bitta zapchastni olib almashtirsangiz bo'ladi. Almashtirsa bo'ladi. Endi xohlaganlarga bunaqangi boshqaruv qismi bo'ladi, mana. Bular qo'yib beriladi. Lekin bularning minusi qaysidir kuyadigan bo'lsa, buni yangi sotib olishlariga to'g'ri keladi, chunki buni tuzatib bo'lmaydi. Bunga plataga programma uriladi. Shuning hisobiga bu har xil narxdan, misol 200, 300, 400 dollar, 100 dollar har xil sotib olishlariga to'g'ri keladi. Bunga garantiya berilmaydi. Lekin bularda qaysidirda kuyish holati yuzaga kelsa, bemalol aynan o'sha kuygan detalni almashtirsalar bo'ladi. Aynan servis xizmatlari bor, o'zimizda zapchastlari doim bo'ladi. Hozirgi paytda 1 yildan shungacha servis xizmat ko'rsatadi. 1 yil elektron qismiga umumiy ko'rsatiladi. Qolgan 2 yilga
katalog o'ziga ko'rsatiladi. Undan tashqari elektron qismiga ko'rsatiladi. Alohida zapchasi uchun siz pul to'lashingiz kerak bo'ladi unda. Mana ko'rsating, bu mana alohida funksiya bo'lgani uchun qaysidir funksiyasi buzilib qoladigan bo'lsa yoki alishtirish kerak bo'lsa, bemalol alishtirsa bo'ladi. Muammosiz, lekin mana bunda unaqa holatlar bo'lmaydi. Shuning uchun bunda hozir servis hammasi bor ekan. Albatta. Endi servis deylik bunda bor. Hamma zapchasti bepul, xizmatlari bepul bo'ladi. Misol siz Namangandan yo Andijondansiz, bir nimasi kuyib qolgan bo'lsa, qaysidir detali, o'sha detalni bizga yoki boshqaruv qismida bizga yetkazib berish xarajatlari lekin mijozni o'ziga tushadi. Kompaniya uni qoplamaydi. Aynan zapchasiz bepulga qo'yib beriladi, xizmat ko'rsatish, servis xizmatlari hammasi bepul bo'ladi. Faqatgina sizdan buni yetkazdirib berish va qabul qilib olish xarajatlarini yopish qoladi xolos. Xo'p, mana bu karbon materialmi? Ha, bu karbonlisi standart karbonli bo'lmaydi o'zi, metallitskiy bo'ladi. Qaysidir mijoz shuni xohlasa, maxsus zakazga qarab turib chiqadi. Mana qadrdonlar, quyoshda, sovuqda shikast yetmasligi uchun karbonli material qilingan. Karbon materialini bilasizlar, asosan buni originali asosan sport karlarda bo'ladi. Lekin mana aka buni bu yerdami karbon yo ichida ham bormi? Eshik qismlarida ham karbon, eshik qismlarida umumiy karbon bo'ladi. Bu ham maxsus zakazga buni narxi qimmatlashib ketgani sababli ayrim mijozlar ola olishi mumkin, lekin ko'p o'zimizni deylik xalqimizga bu shart emas degan narsa. Xo'p, oxirgi bu modelimizga to'xtalamiz. Bu Krasnoyarskiy modeli. Aka buni hozir aytib o'tdim, hammasida ham oyna bo'lmaydi. Bunker bu bunker katta. Bu 200 kiloga mo'ljallangan. O'zi bularda ham hammasida optimalarda ham endi bunker o'zgartirildi. Bu bir oyda o'sha yanvar oyida boshida chiqqan versiya edi. Hozir bir oy ichida bunkeri bu o'zgartirildi bunga. Ko'rib turgan bo'lsangiz, asbestdan foydalanilmayapti. Endi buni sababi ho'l yoki yomg'ir ichkariga kirish imkoniyati bo'lyapti. Shu sababli rezina. Bu rezina hech qanday bir germetika klaysiz o'ziga qotgan. Shu sababli endi suv yoki boshqa namgarchiliklarni ham oldini oladi. Bunker qismi kattalashtirilgan. Aynan Optima, Magnum, Krasnoyarskda tashqari qolgan oynasiz variantlardan bunaqangi variantda chiqadi. Oynasizlar hammasi. Ha, bunaqa dizaynda chiqadi. Bunaqa dizayn. Oynasizlari shu dizaynda chiqadi. Ichini ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Kitob sistemada bo'ladi. Bemalol tozalagani, boshqa nima qilgani oson bo'ladi. Hozir bu qismini ham ko'rsatamiz. Bu qismida garelka, o'zini cho'yanlaganchasi, turba, kitob, yana shu bilan yakunlangan bo'ladi. Ko'mirlarga to'xtaladigan bo'lsak, mana katta yoki bir xil razmerda yoki hoka bemalol yoqsalar bo'laveradi. Faqat bir xilini iloji boricha. Ko'mir tanlamaydi? Yo'q, ko'mir tanlamaydi. Chunki bular 750 vatli motorda bo'ladi. Har qanday ko'mirda bemalol yoqadi. Kulbolini ham ko'rishingiz mumkin. Shu bunkerda yonib bo'lgan ko'mir bemalol shu idishga to'ladi, bemalol hech qanday bir 2 marta, 3 marta kunini tozalashingizga hojat yo'q. Aynan 2025 versiyalarida bu narsa juda kichkina bo'lgan. Ko'rgan bo'lsangiz, mana farqini solishtirib beramiz. Ha, 2025 da kichikroq. Siz buni 2 marta, 3 marta tozalashingizga to'g'ri kelgan bo'ladi. 26 da katta, anchagina. O'zini kroychalari, ketmonchalari hammasi komplektida ichida bo'ladi. Endi demoqchimanki, har doim siz ovora bo'lib nima qilmaysiz, bir marta ko'mir soldingizmi to'ldirib, shuni hamma kuni shuni ichiga to'ladi. Ha. Mana bu truba sistema ham yangilik ekan-a? Ha, albatta. Bu ham yangilik. Xo'p, aka gap yo'q. Xo'p, bu garelka qismi cho'yanli bo'ladimi? Ha, garelka qismi hammasidan Nurdukida, hamma pozitsiyasida cho'yanli bo'ladi. Aynan demoqchimanki, 300 talik katolmi, bu 300 talikda 9 xil modeli bor. 200 talikmi, 200 talik 9 xili bor. 150, 159 xili bor. Bu 2025 versiyalarimizda 7 xil modellari bor. Aynan 2025 da 300 talik bo'lsa 7 xil, 200 talik bo'lsa ham 7 xil. Bunisi mana ichi cho'yanli versiyasi, eshiklari, kitobi, bu qismlari hammasi cho'yandan qilingan. Sababi issiqlik ushlab turishi, ha. boshqa bo'lishi uchun. Mo'shni bo'ladi. Aka, lekin bu ham juda ham ajoyib chiqqan. Dizayni ham, o'zi ham, ishlashi ham 2025 da juda ko'p sotilgan katyollardan birida. Sinovdan o'tgan, xarid bularda ham o'zgarish bo'lgan. Hozir 2025 bo'lgan bilan 2025-yil modellarda ham bunaqangi bunker bilan chiqyapti. Boshqaruv qismi ham 2026 ga o'zgartirilgan. Asosiy hozir mijozlarimizga savol rasxod taraflama. Rasxod bo'lyapti. Rasxodlariga keladigan bo'lsa, eng kichkina katolimiz 150 talik katolimiz 45-50 kilo eng kamida plus bilan qiladi. Eng kamida. Biz maksimumini aytmaymiz, chunki hech kim katolni rasxodiga javob bermaydi. Sababi, misol siz mashina olsangiz, yangi mashina olsangiz,
siz sekinroq yurishingiz mumkin. Men mashina olsam, men tezroq yurishim mumkin. Ikkalamiz bir xil mashina olganimiz bilan siz ko'proq, men kamroq rasxod qilishim mumkin. Servisiga katolda misol hamma joyi ko'nglingizdagi ishlashiga javob beriladi, lekin rasxodga hech kim javob bermaydi. Siz boshqa chet davlatdan katol olib kelasizmi, farqi yo'q. U rasxodiga javob berilmaydi. Plus, menimcha minimalga qiladi degan holati bo'ladi xolos. Asosan rasxod dimoxodga ham bog'liq. Ko'rsangiz bo'lsangiz bu 200 lik dimoxod, ichi bazalt bilan jihozlangan. Dimoxod ham issiqlikni ushlab qolish effekti juda kuchli. qo'shimcha himoyasi bor ekan, bu. Albatta, bu ham alohida chiqarmaydimi shunda? Yo'q, ichida kondensat bo'lmaydi, sovuq o'tmaydi, ichi namlanmaydi. Bemalol bundan ham zakaz qilsalar alohida chiqadi. Buning narxi $35 chiqadi. Kichkinasiniki 296 ming so'm chiqadi. Ichi tepasidagi difuzorlari alohida narxda chiqadi. Bu alohida qo'shimcha. Albatta, qo'shimcha baribir olishlari kerak. Xolasalar olishlari kerak. Xolamasalar endi azbest yoki tunikadan foydalanishadi, lekin u rasxodga ta'sir qiladi baribir. Aka, endi ko'pchilikka bularni narx-navosi qiziq. Xo'p, narxlari mana bu katyolimizni narxi qanchadan bo'lyapti? Bu narxlari bu katyol 100 kvadratli katyolimiz $349 dan $500 gacha 3 xil pozitsiyada bor. Bularimiz $949 dan $1900 gacha bor. Bularimiz $999 dan $2099 gacha bor. Bularimiz $1049 dan $2299 gacha bor. U yoki keyin 400 talik, 500 talik bo'lib ketaveradi. Qo'shimcha funksiyasi, pozitsiyasiga qarab turib, narx-navosi o'zgarib boradi. Aynan ko'pchilik tushunmayapti. Misol $949 ga ko'pchilik optimalni tushunyapti. Unaqa emas. Bu agar UPS bilan olaman desangiz, bu $1900 ga tushadi sizga. Xo'p, aka, dastavka xizmati? Hop, dastavka xizmati premium katollar uchun, yuqori darajadagi katollar uchun ba'zilarida bepul, ba'zilarida yarmi 50% qilib beriladi, ba'zi birlarida ko'pchiligida misol uchun dastavka xizmati yo'q. Biz shopir topamiz, mijoz bilan gaplashtirib qo'yamiz, yo'l kirosi ma'qul bo'lsa, keyin chiqarib olamiz. Bu qo'shni davlatlarga ham Qo'shni berish xizmatlari bor. Kargo orqali Tojikiston, Qirg'izistondan ko'p mijozlar yozishadi. Bemalol yetkazdirib beramiz. Qirg'izistonga bir kun kargoda turadi, bir kundan keyin O'shga yetib boradi. Tojikiston, Xo'jand hamma nimasiga iloji boricha yetkazdirib beramiz. Dushanba. Katyollarga garantiya bor, ha? Albatta, 1 yildan 3 yilgacha to'liq. 1 yildan 3 yilgacha garantiyasi bor, servis xizmat hamma yog'i bor. Qadrdonlar, albatta, bu katyol bir muddatli narsa emas. Kerak bo'lsa bir umrli narsa. Shuning uchun brend narsa olish kerak, sifatli narsa olish kerak. Xudo xolasa, Nur Texnogrup kompaniyasida ishlab chiqarilayotgan bu katyollar sifatli, garantiyali, sinovdan o'tgan. Qo'ng'iroq qilsanglar, "Xo'p, aka, Noyob Uz kanalidan telefon qilishsa, qanaqadir skidkalar bormi?" Albatta, oy oxirigacha agar murojaat qilishgan bo'lsalar, $99 chegirmada qilib beramiz. Aynan Noyob Uzdan chiqdingiz. Ha. Har bitta katyolga. Bu juma kuni aloqaga chiqsa, juma kuni aloqaga chiqsa, o'sha $50 chegirmadan har doimgidek $50 dan chegirmalar bor. Aka, katta rahmat. Xudo xolasa qo'ng'iroq qilishadi. Qadrdonlar, pastdagi raqamlar doimiy ishlaydi. Telegram, imo, WhatsApp hammasi bor. Qo'ng'iroq qilsanglar, xudo xolasa katyollarni siz aytgandek qilib olib borib berishadi. Aka, katta rahmat. Xudo xolasa qanaqadir yangilik bo'lsa chaqirsangiz, kelib ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum.